Eshitishimcha, sen juda o'yinqaroq bo'lgan ekansan. Ha, shayx? Robbim Allohga hamd sano bo'lsinki, menga shunday ulug' ne'matni berdi va ko'z nurimni oldi. Men namozimda Allohga ko'z nurimni qaytarib berishini so'rab duo qilmayman. Alloh ko'zingni qaytib berishini xohlamaysanmi? Nima uchun deng? Nimaga? Shoyat u menga qiyomat kunida Alloh huzurida hujjat bo'lsa, mendan azobni biroz yengillatsa, uning oldida qo'rqib titrab turgan paytimda mendan so'raydi, Qur'on bilan nima qilding? Shunda umid qilamanki, mendan azobni yengillatadi. Alloh o'zi xohlagan bandalarining rahmatiga oladi. U menga Qur'on ne'matini berdi. Alhamdulillah. Ko'zlari ochiq ko'pgina musulmonlarning holatini yodga oldim. Ya Alloh, ularning Alloh huzuridagi hujjatlari qanday bo'ladi?